Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan nafaqat O'zbekistonimizning har bir fuqarosini, balki ayniqsa keksa avlod vakillarini, ya'ni hurmatli pensiyalarimizni chuqur qiziqtiradigan, hayotlariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan o'ta muhim bir yangilik haqida so'z yuritamiz. Bu ma'lumot ochig'ini aytishim kerakki, juda katta ahamiyatga ega va uni bilmaslik afsuski. Sizni davlat tomonidan beriladigan haqiqatdan so'xlit bir pul mablag'idan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun azizlarim, hozirroq diqqatingizni jamlang. Chunki bugungi suhbatimiz sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatini taqdim etadi. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir tafsilotga e'tibor bering. Chunki biz nafaqat yangi to'lov haqida, balki uni qanday olish, qanday qilib hech qanday qiyinchiliklarsiz o'z haqqingizni qo'lga kiritish bo'yicha aniq ko'rsatmalar beramiz. Kanalimizga hozirroq obuna bo'lishni unutmang va ushbu foydali videoga like bosib, uning boshqa insonlarga ham yetib borishiga o'z hissangizni qo'shing. Chunki bu xabarni bilish har bir pensioner uchun hayotiy zaruratdir. Asosiy muammoning mohiyati va o'zgarishlar azizlar. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda pensionerlar uchun turli ijtimoiy himoya mexanizmlari mavjud bo'lgan. Bularga yoshga doir nafaqalar, nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqalar, shuningdek pensiya miqdoriga bog'liq bo'lgan ayrim qo'shimcha to'lovlar kiradi. Biroq shuni tan olish kerakki, ba'zi otalatlarda, ayniqsa bozor iqtisodiyotining tez sur'atlar bilan rivojlanishi va narx-navoning o'zgarishi sharoitida bu mablag'lar keksa avlodimizning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli bo'lmayotgan edi. Ko'plab pensionerlar uy-joy kommunal xizmatlari to'lovlari, dori-darmon xarajatlari va kundalik ehtiyojlar uchun mablag' yetishmovchiligi bilan duch kelishar edi. Bunday vaziyat ayniqsa bir o'zi yashovchi, yaqin qarindoshlari bo'lmagan yoki past daromadli oilalarda yashovchi pensionerlar uchun yanada og'irroq kechardi. Davlatimiz bu muammoni yaxshi tushungan holda ijtimoiy himoya tizimini yanada kuchaytirish va aniq manzilga yo'naltirilgan yordam ko'rsatish bo'yicha doimiy izlanishda bo'lgan va nihoyat mana shu izlanishlarning chuqur tahlillarning natijasi o'laroq davlatimiz tomonidan yangi, juda muhim va ko'pgina pensionerlar uchun haqiqatan ham solid summa bo'lib xizmat qiladigan qo'shimcha to'lov joriy etilmoqda. Eng muhim bu yangilik 2024 yil iyul oyidan boshlab kuchga kiradi. Bu shunchaki pensiyalarni navbatdagi indeksatsiya qilish emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida eng avvalo moddiy yordamga muhtoj qilingan pensionerlarga qaratilgan yangi alohida to'lov turidir. Bu to'lovning asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash, pensiya tizimidagi ayrim bo'shliqlarni to'ldirish va eng muhimi hurmatli keksalarimizning turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilashdan iborat. Bu o'zgarish nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatimizning o'z keksalariga bo'lgan yuksak hurmati va g'amxo'rligining yana bir yorqin ifodasidir. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi to'lovning mohiyatini tushunish uchun avvalo uning asosiy jihatlarini bilib olishimiz shart. Ushbu to'lov moddiy yordamga muhtoj bo'lgan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi va aniq mezonlarga asoslangan. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchidan, bu to'lov avtomatik tarzda barcha pensionerlarga berilmaydi. U aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, birinchi navbatda belgilangan minimal pensiya miqdoridan kamroq pensiya oluvchi shaxslarga yoki juda past daromadli oilalarda yashovchi pensionerlarga beriladi. Bu juda muhim nuansdir. Davlat shunchaki hamma pensiyani oshirish o'rniga yordamga haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga ko'mak berishni maqsad qilgan. Ikkinchidan, to'lovning miqdori bir xil emas. U har bir pensionerning individual holati, uning oylik daromadi, oila a'zolari soni va boshqa ijtimoiy mezonlarga qarab belgilanadi. Bu degani bir pensioner erta bahorda 1000 so'm olgan bo'lsa, boshqasi 7000 so'm, uchinchisi esa 1 million so'mgacha pul olishi mumkin. Bu shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun qilingan. Uchinchidan, to'lovni olish uchun murojaat qilish kerak bo'ladi. Afsuski, ko'plab pensionerlar yangiliklardan bexabar qolib, o'z haqqini talab qilmaydilar. Shuning uchun men sizlarga barcha kerakli qadamlarni batafsil tushuntirib beraman. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida bu yerda tashvishlanish degan so'z o'rniga faol bo'lishi kerak deyish to'g'riroq bo'ladi. Faol bo'lishi kerak bo'lgan toifalar.
pensiyasi belgilangan minimal pensiya miqdoridan past bo'lgan pensionerlar. Misol uchun aytaylik, mamlakatda minimal pensiya miqdori 9 ming so'm etib belgilangan, sizning pensiyangiz esa 7,1 ming so'm bo'lsa, siz ushbu to'lovga to'liq da'vogarsiz. Davlat bu farqni qoplashga yoki uni yanada oshirishga harakat qiladi. 2. Oila a'zolari bilan birga yashayotgan. Ammo oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan pensionerlar. Masalan, 3 kishilik oila pensioner. Uning turmush o'rtog'i va ishsiz farzandi birgalikda oyiga 2 million so'm daromad oladi. Bu har bir kishiga 6 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar davlat tomonidan belgilangan minimal jon boshiga daromad 9 ming so'm bo'lsa, ushbu pensioner ham qo'shimcha yordamga muhtoj hisoblanadi. O'tib bir o'zi yashovchi, boshqa yaqin qarindoshlari bo'lmagan yolg'iz pensionerlar. Ularning ijtimoiy himoyaga muhtojligi aniqroq bo'ladi va davlat ularga birinchi navbatda ko'mak beradi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? 1. Pensiyasi minimal pensiya miqdoridan ancha yuqori bo'lgan pensionerlar. Agar siz oyiga 2 million so'm va undan ortiq pensiya olayotgan bo'lsangiz va sizning oilaviy ahvolingiz ham yaxshi bo'lsa, ehtimol bu to'lov sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Chunki u aniq manzilga qaratilgan. 2. Yashash sharoitlari yaxshi bo'lgan, masalan, ishlovchi farzandlari yoki yaqinlari tomonidan moddiy qo'llab-quvvatlanadigan pensionerlar. Garchi ularning pensiyasi past bo'lsa-da, ularning umumiy moddiy ahvol davlatning e'tibor markazida turgan boshqa pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Lekin baribir tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Chunki mezonlar juda aniq. Misollar bilan tushuntirish. Tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi ertaman yoshli Oysha buvi yolg'iz istiqomat qiladi. Uning pensiyasi 8 ming so'm. Minimal pensiya miqdori esa aytaylik 9 ming so'm qilib belgilangan. Oysha buvi har oyda dori-darmon, kommunal to'lovlar va oziq-ovqat uchun katta xarajat qiladi. Ushbu yangi to'lov Oysha buviga juda asqotadi. Chunki u minimal pensiya miqdoridan past daromadga ega. Unga davlat tomonidan 500 ming so'm qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Bu esa uning oyiga oladigan umumiy mablag'ini 1 million 300 ming so'mga yetkazadi. Bu u uchun uy-joy kommunal to'lovlarini to'lash va dorilar sotib olishda juda katta yordam bo'ladi. Bu to'lov Oysha buvining moddiy ahvolini ancha barqarorlashtirib, unga o'zini yanada erkinroq his qilish imkonini beradi. U endi kundalik xarajatlar haqida kamroq tashvishlanishi mumkin. Yana bir misol. Samarqand viloyatining qishloq joyida yashovchi 75 yoshli Komil bobo, uning xotin va nogironlik nafaqasi oladigan bir farzandi bor. Komil boboning pensiyasi 9,7 ming so'm, xotinning pensiyasi yo'q. Farzandi esa 600 ming so'm nogironlik nafaqasi oladi. Oilaning umumiy oylik daromadi 1 million 200 ming so'm. 3 kishilik oila uchun bu har bir a'zoga begiz 16 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar davlat tomonidan belgilangan har bir jon boshiga minimal daromad 900 ming so'm bo'lsa, Komil boboning oilasi ham moddiy yordamga muhtoj hisoblanadi. Ularga ushbu yangi to'lov doirasida masalan 700 ming so'm miqdorida qo'shimcha mablag' ajratilishi mumkin. Bu ularning oyiga oladigan jami daromadini 2 million 300 ming so'mga yetkazib, ayniqsa farzandlarining dori-darmon va parvarish xarajatlarini qoplashda katta yordam bo'ladi. Bu holatda to'lov nafaqat pensionerning o'ziga, balki uning qaramog'idagi oila a'zolariga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 3-misol. Farg'ona shahridan 65 yoshli Gulnora opa yaqinda nafaqaga chiqqan. Uning pensiyasi 900 ming so'm. U yolg'iz yashaydi va hech qanday boshqa daromadi yo'q. Uning pensiyasi minimal pensiya miqdori bilan deyarli teng bo'lgani uchun u ham ushbu to'lovga da'vogar bo'lishi mumkin. Unga masalan 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Bu uni oyiga 1 million 200 ming so'mga ega bo'lish imkonini beradi. Garchi uning pensiyasi nisbatan yuqori bo'lsa-da, yolg'iz yashashi va boshqa daromad manbai yo'qligi uni ehtiyojmandlar qatoriga kiritadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi to'lov har bir individual holatni hisobga olgan holda tayinlanadi va uning maqsadi aynan eng muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning fuqarolarga nisbatan ijtimoiy mas'uliyatini namoyish etishidir. Qoidalar, istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoida o'z istisnolariga ega bo'lgandek, ushbu yangi to'lov tizimida ham ba'zi noaniq jihatlar va e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar mavjud. Bularni bilish sizni keraksiz ovoragarchiliklardan xalos qiladi va o'z haqqingizni olish yo'lidagi xatolarning oldini oladi.
istisnolar va noaniq nüanslar. 1. İşlaydigan pensionerlar, agar siz nafaqada bo'lsangiz-da, rasman biron bir joyda ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, sizning umumiy daromadingiz hisobga olinadi. Agar sizning pensiyangiz va ish haqingizdan keladigan umumiy daromadingiz belgilangan minimal daromaddan yuqori bo'lsa, siz ushbu to'lovga da'vogar bo'lmasligingiz mumkin. Biroq agar siz past maoshli ishda ishlayotgan bo'lsangiz va umumiy daromadingiz hali ham past bo'lsa, sizda imkoniyat bor. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin o'z daromadingizni sinchiklab hisoblab chiqing. 2. Boshqa ijtimoiy nafaqalarni oluvchilar. Ba'zi pensionerlar, masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylar yoki ma'lum bir xizmatlari uchun qo'shimcha nafaqalar oladiganlar. Ular allaqachon davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu yangi to'lov ularga berilmasligi ehtimoli bor. Agar ularning umumiy daromadi allaqachon yetarli darajadan yuqori bo'lsa. Ammo bu har bir holatda individual ko'rib chiqiladi. Shuning uchun agar siz shunday toifaga kirib, moddiy ahvolingizni yaxshilashni istasangiz, baribir murojaat qilib ko'ring. Yashash joyi. Qishloq joylarida yashovchi pensionerlar uchun shahar pensionerlariga nisbatan boshqacharoq mezonlar qo'llanishi mumkin. Masalan, qishloq joylarda dehqonchilik yoki tomorqa xo'jaligidan keladigan daromadlar ham ba'zan hisobga olinadi. Lekin bu daromadlar rasman tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu noaniq jihatlarni aniqlashtirish uchun mahalladagi kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mutaxassislarga murojaat qilish muhimdir. 4. Mulkiy ahvol. Ba'zi holatlarda pensionerning mulkiy ahvoli ham inobatga olinishi mumkin. Masalan, agar pensionerning nomida bir nechta uy-joy yoki qimmatbaho avtomobil bo'lsa, u moddiy yordamga muhtoj deb topilmasligi mumkin. Bu davlatning yordamni chinakam muhtojlarga yo'naltirish siyosatining bir qismi. Ammo bu qoida doim ham qat'iy qo'llanilmasligi mumkin. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. 1. Soxta vositachilar va firibgarlar. Har qanday yangi ijtimoiy to'lov joriy etilganda, afsuski, bundan foydalanib qolishga urinadigan firibgarlar ham paydo bo'ladi. Ular sizga to'lovni tezroq olishga yordam berish yoki hujjatlarni rasmiylashtirishni o'z zimmalariga olishni taklif qilishlari mumkin. Unutmang, davlat idoralari hech qachon sizdan bunday xizmatlar uchun pul talab qilmaydi. Barcha jarayon bepul va shaffof bo'lishi shart. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, darhol huquq-tartibot idoralariga xabar bering. 2. Muddatlarni o'tkazib yubormaslik. Garchi to'lov armaydan kuchga kirsa-da, arizalarni qabul qilish boshlanish muddati va yakunlanish muddati bo'lishi mumkin. Ushbu muddatlarni aniqlab oling va kechiktirmasdan murojaat qiling. Ko'pincha arizalar qabul qilishning dastlabki haftalarida bir oz navbatlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. Hujjatlardagi xatoliklar. Ariza topshirishda yoki hujjatlar yig'ishda kichik xatolar ham arizangizni rad etilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, hujjatning noto'g'ri nusxasi, to'liq bo'lmagan ma'lumotlar yoki eskirgan ma'lumotlar. Shuning uchun har bir hujjatni 2 marta tekshirib, to'g'riligiga ishonch hosil qiling. 4. Boshqa to'lovlar bilan o'zaro ta'siri. Ushbu yangi to'lovni olish. Siz olib turgan boshqa ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya to'lovlariga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirib oling. Ba'zi hollarda bir to'lovni olish boshqasidan mahrum qilishga olib kelishi mumkin. Ammo bu yangi to'lov ko'pincha qo'shimcha yordam sifatida ko'riladi. Baribir bu haqda pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limidan so'rab olish tavsiya etiladi. 5. Davlat tomonidan belgilangan mezonlarning o'zgarishi. Davlat ijtimoiy siyosatida doimiy o'zgarishlar va yangilanishlar bo'lib turadi. Bugun amalda bo'lgan mezonlar ertaga biroz o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy rasmiy manbalardan yangiliklarni kuzatib boring va doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab turing. Bu jihatlarni bilish sizga jarayonni tushunishda va o'z haqqingizni muvaffaqiyatli himoya qilishda yordam beradi. Esda tuting, davlat yordamni chinakam muhtojlarga yetkazishdan manfaatdor. Shuning uchun ham hujjatlar va mezonlarga jiddiy yondashiladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak aziz do'stlar? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi to'lovni olish uchun siz aniq qanday qadamlarni qo'yishingiz kerak? Qayerga borish, qanday hujjatlarni yig'ish va qanday to'ldirish kerak? Quyida siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar keltirilgan. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda siz yashash joyingizdagi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga yoki Xalq banki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Eng samarali usul mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga borish.
Chunki ular pensionerlarning ijtimoiy ahvolini o'rganish va hujjatlarni to'plashda bevosita ishtirok etadi. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPunguvuj orqali elektron ariza topshirish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu haqda avvaldan aniqlik kiritib oling. Elektron murojaat qilish vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. 2. Qanday hujjatlarni yig'ish kerak? Pasport nusxasi asli, shaxsni tasdiqlovchi hujjat har doim kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi nusxasi va asli bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bank kartasi raqami yoki hisob raqami mablag'larni o'tkazish uchun zarur. Bu kartaning sizning nomingizda bo'lishi shart. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Bu ma'lumotnoma sizning kimlar bilan birga yashayotganingizni va oilangiz a'zolarining sonini ko'rsatadi. Oila a'zolarining daromadlari haqida ma'lumotnoma agar ular ishlasa yoki boshqa daromad manbalariga ega bo'lsa. Bu har bir a'zoning so'nggi 3 yoki oylik o'rtacha daromadi haqida bo'lishi kerak. Bu hujjat ish joyidan yoki soliq idorasidan olinadi. Agar oila a'zolari ishsiz bo'lsa, bu haqda yozma bayonot yoki mehnat birjasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz, yolg'iz yashayotganligingizni tasdiqlovchi hujjat bu ham mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Bu ayniqsa muhim, chunki yolg'iz yashovchilarga birinchi navbatda e'tibor beriladi. Nogironlik haqida ma'lumotnoma. Agar sizda nogironlik bo'lsa, bu qo'shimcha yordam olishda muhim omil bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda uy-joy kommunal xizmatlari uchun qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma ham so'ralishi mumkin. Qanday ariza yozish kerak? Mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limida sizga maxsus blanka taqdim etiladi. Siz uni to'g'ri va aniq to'ldirishingiz kerak. Blankada shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, oila tarkibi va daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Arizani to'ldirishda hech qanday qiyinchilikka duch kelsangiz, bo'lim xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga albatta yordam berishga majbur. Arizangizda moddiy yordamga muhtoj bo'lgan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi to'lovni olishni so'rashingizni aniq ko'rsating. 4. Jarayon va muddatlar. Ariza va hujjatlarni topshirganingizdan so'ng ularni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir vaqt talab etiladi. Bu odatda 10-25 ish kunini tashkil qilishi mumkin. Sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasi va mahalla tomonidan birgalikda o'rganib chiqiladi. Sizning yashash sharoitingiz va moddiy ahvolingizni o'rganish uchun uy sharoitini o'rganish bo'yicha komissiya a'zolari tashrif buyurishi mumkin. Bunga tayyor turing. Ijobiy qaror qabul qilingandan so'ng sizga to'lovning miqdori va uni qaysi sanadan boshlab olishingiz haqida ma'lumot beriladi. Mablag'lar sizning bank kartangizga yoki hisob raqamingizga o'tkaziladi. 5. Qo'shimcha maslahatlar. Hujjatlarning barchasini birdaniga yig'ishga harakat qiling. Shunda bir necha marta borib kelishga hojat qolmaydi. Barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini yozma ravishda talab qiling va sabab bartaraf etilgandan so'ng qayta murojaat qiling. Hech qanday rasmiylar, hatto mahalla raislari ham sizdan arizani rasmiylashtirish yoki tezlashtirish uchun pul talab qilishga haqli emas. Agar shunday holatga duch kelsangiz, zudlik bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga yoki huquq tartibot idoralariga murojaat qiling. Bu qadamlarni bajarish sizning yangi to'lovni olishingizni sezilarli darajada osonlashtiradi. Hech qanday qiyinchilikdan qo'rqmang, chunki bu sizning davlat tomonidan berilgan qonuniy haqqingizdir. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar, bugungi suhbatimizda biz davlatimiz tomonidan pensionerlarimizga ko'rsatilayotgan yana bir ulkan e'tibor, bir maydan boshlab joriy etiladigan yangi qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot berdik. Bu shunchaki bir yangilik emas. Balki keksa avlodimizning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan amaliy qadamdir. Biz bu to'lov kimlarga tegishli, uni qanday olish, qanday hujjatlar kerakligi va qanday tuzoqlardan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida har bir jihatini tushuntirib o'tdik. Unutmang, bu solid summa ko'plab oilalar uchun haqiqiy yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq harakatni boshlang. Kerakli ma'lumotlarni to'plang va o'z haqqingizni olish uchun murojaat qiling. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni, o'zingiz duch kelgan holatlarni yoki shunga o'xshash vaziyatlardagi tajribalaringizni ushbu videoning izohlar qismida yozib qoldiring.
men va jamoamiz sizning savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz va boshqa tomoshabinlar ham bir-biridan foydali ma'lumotlar olishlariga yordam beramiz. Ushbu videoni barcha do'stlaringiz, qarindoshlaringiz va ayniqsa keksa tanishlaringizga ulashishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ularning hayotida ijobiy o'zgarish yasashi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni esdan chiqarmang. Sizning faolligingiz bizni yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.